Do'rmondan 6 sotuvlik katta hovlimiz chiqyapti. Havosi juda ham toza joy, hech qanaqa chang-chungda yo'q. Zo'rg'i topib qo'ydim sizga. 3 ta urovень, 450 kvadrat, 6 ta xonasi bor. Mana bu yerda sanuzullar joylashgan, отдельный dushovый ham qilingan. Bu yerda bitta kladovkasi bor. O'rtada kattagina zeleniy zonasi ko'ryapsizlarmi? Navestiga bemalol 5 ta mashinani olib kirib qo'ysa bo'ladi. Parkovkadan вообще muammo yo'q. Xo'p, endi ham yozgi oshxonamizga bitta baho beramiz. Mana qaranglar. Shu noodatiy stilda qilingan ekan. Shunda TTZ bozoridan 3 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu yerda vodopad qilib qo'yilgan. Shunda yoqib, oldiga mana tapchan qo'yib qo'yilsa, televizor qo'yadigan joylari ham bor. Juda ham zo'r atmosferada o'tiriladi. Xo'p, endi uy ichiga kirib ko'ramiz. Narxiga arziydigan uy haqiqatan ham oxirgacha ko'raydi. Mana uyimizning ichiga ham kirib oldik. Kirganimizda katta hol bo'ladi. O'ng qo'limizda chiroyli stroyni shkoflar qilingan. Bu yerda mozaika oynali, chiroyli dekorativ narsada qilingan. Xo'p, chap qo'lda birinchi xonamiz. Bu o'ziga mo'ljallangan yopiq hol qilingan, o'tiriladigan joy qilib, ikkitalab oynasi bor, pardalari ham ilib qo'yilgan. Remontlarimiz juda akkuratniy, avtochentadan chiqqan, polностью. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Eshiklari ham noodatiy rangga tanlangan ekan, oynalari. Kirganimizda birinchi mehki bo'ladi, bu oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamiz kattagina texnikalari qilib qo'yilgan, faqatgina xolodilnik qo'yilsa bo'ldi. Idishda qo'yadigan mashinkalarigacha bor. Uyimizda polностью kamera bilan jihozlangan, mehki zona, 3 talab oynalari bor, hovliga qaragan. Xo'p, keyingi xonamiz bu zal. Zalimiz albatta kattaroq bo'lishi kerak. Razmerlari ham kattagina, yaxshi qilingan, polностью avtochentadan chiqqan. Xo'p, endi birinchi qavat uchun sanuzullarni ko'rsataman. Birinchi qavatga umumiy yuvinish xonasi, kattagina vanna qo'yilgan. Xo'p, hammasi akkuratni qilib qo'yilgan. Shunda yonginasida bo'lsa gostivoy hojatxona. Gostivoy hojatxonasi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ham ko'tarilib oldi. Shundoqqa qaraganda katta qandil bo'ladi, chiroyli qilib qo'yilgan, lyustrada pardalari cho'tka qilib bildirib qo'yilgan. Xo'p, tepada 4 ta spalnya bor. Birinchisini ko'ramiz. Marhamat, o'zining ichida alohida sanuzuliga ega spalnyamiz. Hammasi akkuratni qilib qo'yilgan. Dushovый kabinada qilingan bu yo'li. Xo'p. Keyingi spalnyamizdan xuddi shunaqa o'zining ichida sanuzuliga ega, razmerlari bir xil. Xo'p, endi ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi boshqa katta qilingan ekan. Prям детский spalnya razmerda. Kir mashina uchun joylari hammasi продуманный. Xo'p, beda unitazlari, vannalari hammasi qo'yilgan. Shunda yonginasida bo'lsa, bitta детский spalnyamiz bor. 2 ta kalavatga mo'ljallangan ekan, proyekt bo'yicha. Mana bu yerda balkonga chiqadigan oynamiz ham bor, eshik ya'ni. Xo'p, endi keyingi spalnyamiz. Bu ham xuddi shunaqa razmerda. Bu yerdan ham balkonga chiqsa bo'ladi. Kattagina. Xo'p, endi podvalni ko'ramiz. Podvalimizda 3 ta xona, bitta kotelnisi bor. Yaxlit podval qilingan. Xo'p, bu uyimiz Qibrayda bo'ldi. TTZdan shunda 3 kilometr uzoqlikda. Narxi juda ham zo'r, 630 ming dollar belgilanyapti. Ya'ni kelishadigan joy bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.